Kuzatib boramiz. Umuman o'yinimiz boshlandi. Keling, tarkiblarga e'tiboringizni qarataman. Raqamda Muhammad Rasul Abdumajidov. Xorazm vakillari to'p bilan hozir chap qanotdan oldinga o'tishmoqda. Tarkibga keyinroq Rustamjon Abduhamidovdan uzatma ichkariga, xavfli vaziyat. Va Sanjar Quvvatov. Omadsiz uzatma-yu, lekin yana xavfli zarba va qaytarilmoqda. Zishlik yuqori bo'lgani tufayligina Bashar Rizan to'p tepishi ko'rsatilgan. Qanaqa ko'ramiz? Mana shu yerda Paxtakor futbolchilari ham o'tkazib yuborishdi. Qizig'i, Xorazm vakili ham tegmadi. Diyorbek Ortiqboyev Paxtakorga juda va juda yaxshi tanish bo'lgan nom. Imkon berishmayapti yakunlab qo'yishga. 77-raqamda qarama-qarshi qanotga o'tib qoldi to'p. Bu yerdan yana noaniq oddiy vaziyatda xatoga yo'l qo'yishmoqda. Xorazm qarshi hujumga chiqib ketmoqda. Yaxshi tezlik olib sherigiga to'pni yetkazsa bo'ladi. Mana o'sha uzatma jarima joychasiga kirib boradimi futbolchi? Xuddi shunday bo'lmoqda. Zarba va Sanjar Quvvatov. Xorazm mag'lub bo'lganda Andijonga. Ya'ni bir seriya shakllanib qoldi. Xorazmda imkoniyat. Abduhamidov uzatma, zarba va gol. Do'stlar, hisob ochilmoqda. Paxtakor baribir gol o'tkazib yubordi. Xorazm mantiqiy ravishda golga bordi deyishimiz mumkin, chunki aynan Abduhamidov chap qanotdan bir emas, bir necha bor yorib kirib uzatmalar bergandi. Bu safar ham himoya markazida bo'shliq. Lohan. Mana yo'q ofsayd. Bu yerda ham yo'q nazarimda. Bu Abduhamidov Rustamjondan mana bunaqa uzatma va Paxtakor himoyachilari bir joyga to'planib qolishdi. Yolg'iz qoldirishdi. Gol o'tkazib yuborishmoqda. Qoyil Xorazm. Boya o'sha gol bo'lishi bilan aytganimdek, hech tasodifiy emas, juda mantiqiy. Ya'ni hujumlar ortidan allaqachon Quvvatovning o'sha seyvlarini ko'rib ulgurgandik. Chap qanot bu safar nima bilan yakunlanadi? Ko'ramiz hozir. Yaxshi uzatma, zarba va gol! Sardor Sobir Xo'jayev chiroyli gol urmoqda. Endi kombinatsion gol. Barobar Paxtakor hisobni tenglashtirdi. Mana o'zingiz ko'ring. Juda chiroyli pas. Uzatma muallifi esa Bashar Rizan. Mana mezbon jamoa muxlislari faollashyapti. Bu uzatmachi o'tib ketdi. Qizig'i, yana imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba va darvozabon yo'nalishni o'zgartirdi. Faqat hakam davom ettirishga imkon berdi. Mana shu yerda qo'pollik bor edi chamamda. Lekin Stoshich juda chiroyli seyv bilan qutqardi. Adashmasam tegdi u to'pga. Akmaldan cross qanotni o'zgartiryapti. Ya'ni Bashar qabul qilib oldi. Bashar Rizan boshini ko'tardi-yu, lekin uzatma bermadi. Qanot bo'ylab ochilayotgan sheriga Sherzodga yetkazdi. O'tdi uzatma. Bozorov. Oybek zarba yo'llaganda himoyachi qaytardi. Necha voqeaga guvoh bo'lamiz. Mazgavoy yaxshi qabul qilib oldi Flamariondan va oldinga yurdi. Chapda ham varianti bor. Mana bunday uzatma. Chinedu! Qayerlarga debdi bu Chinedu? Juda aniq. Neftchi 3 ta gol urib comeback qilib bo'ldi. Mana bu yerda esa Paxtakor Chinedu. Wow, Ismoilov jamoasi yana o'z pozitsiyasida. Yaxshi, xavfli vaziyat. Paxtakorda imkoniyat.
Jarima maydonchasi markaziga yo'naltirilishi lozim. To'p Flamarion ohista zarba va Chenadu yana bir vaziyatni yo'qqa chiqarmoqda. Birinchi taymda ham unda bitta imkoniyat bo'lgandi. Sof hujum sifatida hali zamon balki biz Dostonbek Hamdamovni ko'rishimiz mumkin, Rustam Turdimurodovni ko'rishimiz mumkin. Bu yo'nalishda ketaversa Chenadu. Endi Rustamning pozitsiyasi ko'proq. Ichkariga uzatma, zarba va noaniq maydonga tushdi. Futbolchi. Ammo qarang, mana shu vaziyat gol bo'lganda juda afsuslanardim. Uzatma, zarba yo'llandi, imkon berishmoqda. Chenadu 3-vaziyatni, 3-chin golli vaziyatni yo'qqa chiqardi Chenadu. Mana bunisida o'zi qarang, yolg'iz qoldirilgandi-ku. Bemalol zarba, to'g'ri bor bitta futbolchi, ammo u keyin zarba berib bo'lgach tegdi Cheneduga. Markaz, Paxtakorda imkoniyat. Yaxshi aniq pas, davom ettirsa bo'ladi. Bashar biroz to'xtab qoldi. Qarshida raqib paydo bo'ldi, ammo quvib o'tmoqda, o'tib ketmoqda, aylanib o'tmoqda, zarba va gol! Qanday chiroyli gol! Chenedu 4-imkoniyatdan baribir gol urmoqda. Lekin bu golda Bashar Rezanning hissasi juda katta. Uning ikkinchi assisti, birinchi golga ham u uzatma bergandi. Bu ham haqiqat, bu ham chin, ammo qarang, o'zi boshlaganda e'tirof etishimiz kerak, ammo Bashar ana shu yerda hammasi joyida bo'lsa, gol albatta inobatga olinadi. Xo'p, mana chalg'itda o'tdi va mana uzatma. Keyin esa ohista harakat qilib, shu gavdasi bilan nozik bir elementni ijro etdi Chenedu. O'zi yana ham boshqacharoq zarba bermoqchi edi. Yaxshi hamki shu ko'rinishda, ya'ni uning baxtiga shu ko'rinishda chiqdi. Aks holda yo'nalish to darvozabonga borib tegish ham mumkin edi. Hojimat yengilgina to'pni qabul qilib oldi va endi oldinga o'tmoqda, biroz markazlashadi va uzatma qanday qilib o'ziga qaytdi, to'p rikoshet orqali mana endi ichkariga pas va zarba, qanday chiroyli Chenedu. Mana bu. Hojimat ham o'zi o'lchab bergandi uzatmani, saqlanib qolaveradi, ya'ni toshkentliklar uchun Hojimat shuning uchun faolroq bo'lishga urinmoqda. Erkinov juda chiroyli o'ynadi. O'zi davom ettirish ham mumkin. Sheriklar yetib kelguncha mana pas o'tkazib yubordi. Ortga Flamariondan zarba esa noaniq. Ishlayapti chap qanot. Mana bu yo'lni to'g'ri zarba. Kuchsiz chiqdi. Jadvalning birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rindagi jamoalar ishtirokidagi o'yin. Xorazm imkoniyatni qarang. Hozir hisob tenglashishi mumkin edi. Tokov jadvalimizda yetakchi bo'lgan 3 jamoa bir vaqtda o'yin o'tkazyapti va qarang, kech qo'zg'alibdi-da. Alijonov. Aniq bo'ldi. O'yin nihoyasiga yetmoqda do'stlar. 2-1. Paxtakor qiyinchilik bilan bo'lsa-da 3 ochkoni qo'lga kiritmoqda. Bu muhim edi, chunki Neftchi yana ham katta farq bilan oldinga chiqib ketishi hech gap emasdi. Neftchi ham g'alaba qozondi va mana shu tariqa 13-turni boshlab oldik birinchi kundagi 3 ta bahs bilan.